necha olifta qizlar qishloqqa kelin bo'lganida. O'g'limni qamalib chiqmaganmi? Hamma joyi chizib tashlabdi-yu. 15 soat o'tirgan bo'lsa kerak-da. Xotin. Ha, Nima qildi senga? basharam o'qib ketdi. Qo'rqma, asl yuzi shu bo'ladi xotiningni. Jon, menga skучно, nimadir o'ynaylik. Ha, kelin, o'ynangiz kelyaptimi? Yuring, men sizga zo'r o'yin topib beraman. Bu sizlarni slime deb to'g'rimi? Bu molli. Tappiligini aytma. Qo'yur, mazza qilib o'ynaversin. Ha, o'ynayring. Qishga tez edi, hammasini yasab tasha. Qattiq shipiradi, tushundingizmi? Oling. Kelin, bu o'g'lim rishotkalarga olib kelgan kraskani sochingizga ishlatib yubordingizmi? Narashka boyga ularga не беспокойте. O'g'lim o'zi buni tabiiy joyi bormi, o'zi yo'qmi? Ha, bor aka. Kim bor? Svetdan keldim. Привет. Ajinami jimi bu? Nima qo'rqib ketgan-ku? Bilmasam. Kelin, ertaga mabodo yotib qolsam, mana buni oling, balinsga kiyib olasiz. Balenciaga bu 800 ta orttiradi. Men ko'rdim internetda, rahmat Tualetda bu menga yo'q ekanmi? Usta kesak bor ko'rdingmi? O'shani oyim tushuntirib beradilar. Endi kelin internetdan ko'rib olarsiz. Oyim ham molni qashlaydigan sinib qolibdi. Voy, hech narsa qilmaydi o'g'lim. Mana xotin internat bor, kakras. Ay, tirnog'im. Sindirib qo'ymang kelin, hali bu tirnoq bilan sabzi ham kavlaymiz.